rivojlantirishlari mumkin. Men avvalambor investitsiya olish uchun kelganman bu yerga. Agarda men bugun mabodo investitsiya ololmaydigan bo'lsam, men bundan hech qanday xafa bo'lmayman. Anaqa pul kerak edi, olibdi bu ham. Aytib bor. Novonni ham 30 millionga xazo qilib qo'ygan. 10 million narsani 4 millionga beraman deyapti. Sherikchilik shunisi yomon deydilar. Adalaga. Shu yaxlilarini olib qo'yalimi? Bu Ama sizga arzon tushadimi uka? Bu Jiyanimga qildirgansiz. o'shanga o'ktamaga qildim. Sen tushuntirdim. Pul olmasa kerak emas. Yo, mayli, qilib beraman. Sirazi bo'lmasa. Men hozir anaqasini ertaga olib kelaman deyapsiz-ku uyga. Narsalarni qilib bersiz, elektroodlarni olib bersiz, tekinga qilib beraman. Shu kuni gaplashsa olib kelvorsan ekan. Yo, bo'ldi. Men o'zingiz ham shu yerda bo'lib turasiz. Qayda? Shu yerda borib turaman. Men bormi, o'z boraverasiz. Yo, joyini, lakasasini tashlab bersa. Boraverasiz. Siz yaqin u. Ne bo'ldi? Anaqa qilamiz. Siz yo'lingizda, to'g'rimi? Meni ichkari kirasiz, aeroport tarafga. Aeroport orqasida menimcha. Aeroportga 47 ta yo'li bor-ku. O'sha bo'lsa kerak. Endi anaqa qilib, anaqani oldim, zapravkani oldim chiqadi-yu. O'sha. Hozir aytayotgan joy. Mana ko'rsating. Bu, o'chirur.